Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun sizlar bilan pulpit temasini o'tamiz. Pulpit bolalarda pulpit. Eteri, mana tish, молочный tish. Men asosan bolalar bilan ishlayman, shuning uchun sizlarga молочный tish ko'rinishida tushuntirib beraman. Допустим, bu 75-chi tish deylik. 75-chi tish bu nerv to'qimasi. Nerv. Так, и кариосковый. Mana bunday holatda. Chaynoq sohasida juda katta kariyozning polosini ko'rish mumkin. Endi bu holatda siz borchikni olasiz va borchikda bu joylarni yaxshilab tozalaysiz. Tozalagan paytingizda mana bu yerda kichkina joyi ochilib qoladi. Siz ko'rib turibsiz. Ochilgan. Nima qilish kerak? Bunaqa paytda agar xronический pulpit bo'ladigan bo'lsa va siz kariyoskoviyni tozalayotgan paytingizda mana shu ustiyani bitta qismi ochilib qolsa, qonasi, bu paytda siz amputatsiya amaliyotini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Mana amputatsiya amaliyoti degani mana bu pulparniy kamera полностью olib tashlanadi. Faqat ustigacha qoldiriladi. Va mana shu joyga MTA bilan tiklasa bo'ladi. MTA. Va bu yog'ini esa shisha enomer sement shits bilan to'ldirib, keyin bu yog'iga metallik korunkali, ya'ni bolalar korunkasi bilan tiklash mumkin. Bitta посещениyaning o'zida siz ham kanallarini, ya'ni o'sha pulpitni lecheniya qilgan bo'lasiz. Ustini korunka, metal korunka bilan qoplab